Bugun o'z-o'zana mahallaga kelganmizda Nazarbek Notarius ko'cha legendarniy bo'ladi. 8-maktab ro'parasiga kirdik, shu xonadonimiz sotuvga chiqib oldi. Kirishingiz bilan masjidni bilasiz, bu yerda yangi maktab qurilgan, boshqa suv svet gazdan bu yerda muammo yo'q. Shu 3 sotixga tushgan 375 kvadratga tushgan seli podval, birinchi qavat, ikkinchi qavatga tushgan xonadonni narxi $160,000 bo'ladi. Yuraylik ichkarida ham qisqacha ma'lumotlarni berib, xonadon bilan sizlarni tanishtiraylik. Bismillah deb xonadonga kirishimiz bilan ko'ryapsiz, xonadon juda ham chiroyli holatda sizga kulib boqib turibdi. O'ng tarafga qaraysiz, bitta mashina qo'yishga joy. O'ziga yarashib turgan zeleniy zonasi, kichkinagina eshikdan kirib keldingiz. Endi ichkariga sizlarni marhamat qilib qolaman. Qani bismillah deb ichkariga kirib borar ekanmiz, kattagina xo'lga ko'zingizga tushyapti, yorqin remontlar qilib qo'ygan. O'ng tarafga bitta nazar solasiz, kattagina zalga ko'zingiz tushyapti, yorqin ranglarda, lyustralarga bitta ahamiyat berib qo'yasiz. Bu yerdan kirib, bu yoqqa chiqib yuradigan bo'lsa, ayollar uchun sevimli oshxonaga nazarlik tushyapti. Tashqariga qaragan romlar ham bor. Juda ham chiroyli holatda. Bu yerda общий sanuzullar remontdan chiqarib qo'yilgan holatda turibdi. Aboylarga bitta ahamiyat berib qo'yasizlar. Bu tarafga qarab yuradigan bo'lsangiz, ota-onalar uchun yotoqxona o'zini sanuzuli bilan birga mujassam, chiroyli, yaxshi ranglardan bezatib qo'yilgan holatda bo'ladi. Sizlarni orqa tarafimizdagi hovlimizga taklif qilamiz. Ko'ryapsiz, hovlini orqa hovlida ulpatlar bilan o'tirib, bu yerga bitta tapchanni qo'yib, basseynni ham qurib foydalanish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqishni boshlarkanmiz. Juda ham chiroyli holatda. Ikkinchi qavatga chiqmasimizdan oldin podval qishimizga e'tibor berishinglarni so'rab qolaman. Podvalimiz ham chotki 125 kvadratli holatda remontlardan chiqarib qo'yilgan xonadonimizda yuragi ana o'sha yerda joylashgan bo'ladi. Podvalga ham bitta bilyard qo'yib, tennis, stolli tennislarni qo'yib, bemalol o'yingohga aylantirish imkoniyatiga ega bo'lgan xonadonimiz. Podval qismimizda kvadraturasiga keladigan bo'lsa, 125 kvadratga iborat bo'lgan podval qismimiz. Har bir qavatimiz 125 kvadratdan iborat. Общий kvadraturaga keladigan bo'lsa, 375 kvadratdan iborat bo'lgan xonadonimizni sotuvga qo'yganmiz, ulgurib qolasizlar. $160,000 evaziga shu xonadonni sotib olsanglar bo'ladi. Ikkinchi qavat kichkinagina hol bilan boshlanadi. O'ng tarafga bitta nazar solsangiz, bitta xona, balkon qismiga ham iborat bo'ladi. Ranglarga bitta e'tibor berib qo'yasiz. Quyosh faqat sizga boqayotgandek tuyuladigan xonadonga kelganmiz. Buni yoniga kiradigan bo'lsa, kattagina bitta zalga ko'zingizga tushyapti. Yorqin rangli mehmonlar bilan o'tirib suhbat qilish imkoniyatini beradigan xonadon. Buni yonida bitta общий sanuzulimiz bo'ladi. Buni yoniga kirsangiz, bitta ota-onalar yotoqxonasini joylashgan o'zini sanuzuli bilan birgalikda bo'lyapti. Yana bitta xonamiz bor. U xonamizda ham bitta hurmatli operator ko'rsatasiz, kichkinagina o'g'il bolalar yotoqxonasi qilib qo'yish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Endi balkon qismiga qarab yurib sizlar bilan bir suhbat qildik. Xonadonga nazaringlar tushdi. Juda ham chiroyli xonadonni sizlarning taklif bilan tushdik. Ko'ryapsiz, bu yoq tarafda maktab, bu yoqlarga ham xudo xolisa yaqin kunlarda bog'cha qurilishi ko'zda tutilgan. Narxi $160,000 bo'ldi. Nazarbekni sentri, yuragi, Notarius ko'cha 8-maktab ro'parasi. Raqam qoladi. Qo'ng'iroq qilasizlar, batafsil ma'lumot, barakasini qilsanglar bo'ladi. Ulgurib qolinglar. Yaxshi joydan yaxshi uylar qo'yishda davom etamiz. Obuna bo'lishingiz esdan chiqmasin. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.